Bahrin yerda istiqomat qilib kelayotgan ajoyib hoji akamiz, Mullobomiz Abduhamid akamizni hozircha Bahrin yerning ajoyib faxriylaridan, oqsoqollaridan Jahongir bobo Berdiyorovni birgalikda bitta chiroyli qaltagilar bilan davlatga chiqaramiz. Rahmat. Assalomu alaykum. Hoji aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Jahon aka, yaxshimisiz? Avvalambor assalomu alaykum deymiz. Otaxonlarimiz, oqsoqollarimizga assalomu alaykum. Bugungi quvonchli kundan muborak bo'lsin. So'z. Marhamat. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, og'ay qarindoshlar, hamqishloqlar. Bugungi xursandchiliklar bilan hammalaringizni muborakbod etaman. Tabriklayman. Sog' bo'lsin, salomat bo'lsin yigitlarimiz. Yaxshi ishni boshlab degan, yaxshi yakunlanibdi. Bundan keyin ham shunaqangi ishlarni birlikda, hamjihatlikda, ittifoqlikda birlashib yana davom ettirishlarini istayman. Hech bir narsa yo'qki, iloji yo'q narsa yo'q. Umuman o'lgan odam tirilib bo'lmaydi, lekin boshqa hamma narsaning iloji bor. Uni soni foydasi bilan, harakati bilan, birlik bilan olib borsa qilsa bo'ladi. Mana bugun yigitlar hammasi birlashibdi. Yaxshi ishga qo'l urgan ekan, mana yaxshi yakunlanibdi. Ularni shu qilgan mehnatlari zoye ketmoqda. Ularni tabriklayman, sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Bundan keyin ham ishlar bundan katta ishlarga qo'l ursin. Men Toshko'l akamiz ham juda katta ish qildi. Soyda ko'prik qilib, o'z mablag'i hisobiga. Bundan keyin ham shu raqamli ishlar yigitlarimiz davom ettirsin. Men ham kuchim borda armon qilganman. Endi yigitlarga ham shunga harakat qilishini istayman, iltimos qilaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, ishlaringizda muvaffaqiyat, oilalaringizda tinchlik, salomatlik. Mana boshlangan yilimiz hammamiz uchun baxtli bo'lsin, omadli bo'lsin. Navro'z ayyomlari muborak bo'lsin hammalaringizga. Mana ro'za ayyomlaringiz muborak bo'lsin. Endi mana shu har bir ishni boshida Qur'on tilovat qilib bersak, albatta bu juda ma'qul bo'ladi. Endi Davlat akamizdan iltimos qilamiz, bir Qur'on tilovat qilib bersin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah. Assalomu alaykum otaxonlar, aka-ukalar. Ana bugun qishlog'imizda katta xursandchilik. Payg'ambarimiz alayhisalom har bir boshlanadigan ish Alloh taoloning ismi bilan, Alloh taoloning izni bilan boshlanadigan bo'lsa, o'sha ish barokatli bo'ladi va nihoyasiga yetadi dedilar. Payg'ambarimiz alayhisalom hadis shariflarda insoniyatning kuchi hayoti davomida 3 manzilga ko'chadi dedi. Birinchisi yoshligida oyog'ida bo'ladi. Yuguradi, bir uxlaydi, yana turadi, charchoq yo'q. O'rta yoshda esa belida bo'ladi. Oilam uchun, dinim uchun, xalqim uchun xizmat qilaman degan. Uchinchisi esa tiliga ko'chadi. Mana Jahon bobomizni xalqimiz orasida biz eshitamizda. Jahon bobo yo'lda egasi bo'lgan paytlarda yo'lda yama bo'lmasdi agar e'tibor qilsalar. Birinchi o'rinda qishloq uchun. Bizlar masjidga o'sha suv o'tkazishda ham yo'lga respublikani hisobda tur ekan. Qaytib olamiz dedi. Men o'zi guvohman, haliga borganman turisiga. Jahon bobo masjidga suv olish kerak, suv yo'q, bozorda suv beramiz dedi. Uka dedi, kunduz iloji yo'q, kechasi ham yo'l tinmaydi. Men bir ikkita ishchi beraman sizga. Yarim kechasi boshlanlar, turbani shunday qo'ysalaring bo'ldi. Bo'lganlaringdan dedi, men ishchilarni asfalt qo'yapsiz dedi. Bizlar o'sha endi bizlar og'ir mehnat qilmaymizda.
kelgan bitta ursam saqishda yopishib qoladi, kuchim yetmaydida, bu ham sug'urib olishga. Shunda og'ir ekanda bu ish. Juda qiynalib bir amal qo'yib olganmiz. Birdan bolalar keldidan yopishimdan ashta suv o'tdi-da mana. Yaxshiliklarni yaxshilikni qilgan, suvga otgan, bilsa baliq bilar, bilmasa xoliq bilar dedi-da. Lekin mana ko'prikda qancha jahon bo'lamizni, narigi katta ko'prikda hissasi bo'lgan. Endi yosh o'taveradi-da. Shuning uchun endi kelgusi mana shu yoshlarimiz biza ko'p gruppaga kirolmadik-ku, lekin shunga xursand bo'laman-da. Mana bu yerda ustozimiz Toshtemir domlamizni ko'raman, rais bo'lamizni, mana Sherol akamizni, mana direktor domlamiz, direktor bo'l deyman. Ko'pincha otini esimdan chiqarib qo'yaman-da. Eldor aka, hormonlar deyman-ku. Endi shu gruppani ko'ramiz-ku, o'yagida ko'p kiraverishga bolalar kelyapti-ku deb. Ana shu bozorga kirib chiqadigan bo'lsam, ovoz desa qishloqda bolalarni taniyman-ku, baraka topsin, Alloh omadini bersin deb qo'yamiz-ku. Toshkentlarga borgan eshitamiz, yana kimlar homiylik qilgan eshitamiz, xursand bo'ldik-ku. Mana Qur'oni Karimda yadulloh ma'al jamoa. Allohning quvvati jamoatda deyapti. Ana qishloq birikdi-yu, Alloh taolo berdi. Ukalar mana shu birikish ko'p barokat olib keladi qishloqqa. Endi sizlar mana shu qishloqda asosan umurtqasi deganda suyak yoshlarda quvvat ko'p. Keksalar duo qilib turamiz. Bo'ladigan bo'lsa qishloqda obodonchiligi. Alloh quvvat bersin hammalaringizga. Mana shunda bosh bo'lgan Toshtemir domlamiz, ustozimiz, mana doktor bo'lamiz, direktor bo'lamiz, hamma xullas ko'ram. Otini aytgan, otini aytmagan, kechani kecha, kunduz demay, mana Toshkentda yuribmiz deyapti, Dashlarga chiqdik deyapti, Navoiy deyapti, Jizzax deyapti. Mashaqqat bu. Uyda ishini qilish qiyin. Uydan ortib o'sha ishlarni qilishda Alloh ajrini beradi. Hammalaringizga xizmatlaringizdan Alloh rozi bo'lsin, Alloh mukofotlasin. Endi bir tilovat qilamizdan mana shu qishlog'imizdan o'tgan ota-onalarimiz, qishlog'imizdan barcha o'tganlarni eslab, xizmatda bo'lganlarni o'tganlarni eslaymiz. Alloh omadini bersin yigitlarni deymiz. Qishlog'imiz farovon bo'lsin deymiz. Bir Xudo xolasa duo qilib, Allohdan umid qilamizki, mana shu bo'ladigan ishlar amalga oshsin. Undan keyin yana mana domlamiz ustoz aytayaptiki, mana o'rtadan ham bitta masjidni yonboshidan yana bitta ko'prik qilamiz. O'sha yo'lda ham obod qilib qo'yamiz, soyda kovlatamiz degan qancha rejalar bor. Biz Dashga bordik, Dashga borganimizda Qo'shrovatda bir Navkat degan qishloq bor. Bitta hojiboni bog'i juda obod ekan. Bu yerda suv yo'q, qanday bo'lyapti? Biz pastda suvdan qiynalyapmiz desak, odamlar deydi, uyga kelayotgan suvni baylaydi. Bir 3 kilometrdan deydi kelaman, nuri ham sotib olmayman, dori ham solmayman deydi. Mana shu yo'lda 3 kilometrlar narida suv kelayotgan, qorin yomg'ir yerdan odamlar qo'y haydab o'tadi, mol haydab o'tadi. Yo'lda shunday to'g'rilab, hammasini suvni odamlar uyini oldini yopaveradi, men tomorqamga ochaveraman deydi. O'sha yo'ldagi qo'ylarning nurlari, mollarning nurlari, tog'da haligi qorni suvi, yomg'irning suvi hammasi kiradi. Mana 1 gektar joyimga Alloh baraka beryapti deydi. Biz hozir ko'chadan o'tamiz, yopamiz. Asfalt qilgan bilan agar suv to'plansa, mana katta mutaxassislar turibdi, o'sha asfalt yana tezda buzilishi mumkin. Shuning uchun hozir bu yerdan maslahat deyib, ustozlar aytayapti, suv to'plamayotgan yo'llarni qilaylik deb. Hammasi mehnat, o'sha mehnatda ukalar Alloh quvvat bersin, charchamangizlar, ajri Allohdan. Endi bir tilovat qilib mana shu xizmatda bo'lgan hammalariga, bu yerda yig'ilib turgan hammalarimiz, o'tganlarimiz bir eslab qishlog'imizni obodonchiligi uchun bir duo qilamiz inshaalloh. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalilan
نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Mehribon Robbimiz, bu muborak Shavvol oyida bu manzil makonda duolarimiz qabul eyle. O'qilgan kaloming barakatidan, salovat sharif fazilatidan, hosil bo'ladigan savoblardan barcha o'tgan payg'ambarlar, aziza avliyolar, mu'min musulmonlar, duoga qo'l ko'tarib turgan barchalarimizdan o'tgan bobo-momalarimiz, ota-onalarimiz, qishlog'imiz ahlidan o'tgan barcha mu'min-mu'minlar, muslimalar, Robbi Parvardigor mana shu yaxshi ishni ustida turgan, maslahat berib turgan ustozlarimiz, kechani kecha demasdan, kunduzni kunduz demasdan, musofir bo'lib, shijoat bilan, g'ayrat bilan qiynalib, qishlog'imizga mana shunday yaxshi ishni qilishlikda xizmat qilgan mana bu ukalarimiz barchalaridan Parvardigor o'tganlarimiz rahmatingga olgin. Albatta yaxshilikning mukofoti yaxshilik deydi. Yaxshilik qilgan inson dunyoda hurmat topadi, izzat topadi, barokat topadi. Alloh taolo umrini uzoq qiladi, rizqini butun qiladi. Robbi Parvardigor mana bu ukalarimiz hammalarini o'zing mukofotlagin. Shu bilan birgalikda homiylik qilib turgan barcha aka-ukalarimiz o'zing ko'rguchi bilguchisan, ularni ham qilgan moli davlatlariga barokat ato qilgin. Qishlog'imizni obod qishloq, obod manzil bo'lishligini nasib aylagin. Barchalarimizni Parvardigor hidoyatingga boshlagan, yomonliklardan panohida asragin. Allohumma aslih holana va hola jami'il mu'minina fil alam innaka ala kulli shay'in qodir bi rahmatika ya arham. Barakat topingizlar, rahmat bo'lsin.